Assalomu alaykum. Emrabat avtosavdo obunachilari. Bugun sizlarga reklama etib o'tadigan mashinamiz xudo xolasa 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark bo'ladi. Sparkimiz ikkinchi pozitsiya. 2011-yilda 4 dana yumshoq balonlari toza qo'yilgan. Mashinamizda umuman rasxod yo'q. Mashina ajoyib ideal holatda xudo xolasa. Olib bemalol xo'jalikqa bosib taqchilik etsanglar ham bo'ladi. Mashinani rasxod umuman yo'q. 100 so'mlik rasxod yo'q mashinada. Kebet paydidon mashina hurmatli obunachilar. Spark olaman deb yurgan do'stlarimizga shu videoni tashlab qo'yishni esdan chiqarmanglar hurmatli obunachilar. Ish holatlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Ana. Avshetchilar matvi. Knopki. Nenim polik toza chig'ollar taqilgan. Mashinada 100 so'mlik rasxod yo'q, qarach. Salon holatlar ham ajoyib mat yuribdi. Yurgan probegina keladigan bo'lsak 170 ming bo'lgan, sal o'tibdi 70 mingdan. Konditsionerlari bor. Video registratorlar bor, ishlab turibdi polni. Hurmatli obunachilar, klassik holatına keladigan bo'lsak, bir krelanda klassik bormi bo'lgan. Passajir tarafda eldingi krelda. Bemalol ustalaringa tekshirtirib ko'rib olishlaringiz mumkin. Profilda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Mashina Emrabat avtosavdoda bo'ladi hurmatli obunachilar. Videolarimiz yoqsa like bosib esdan chiqmasin. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasiz. Mashinalarimiz ko'p. Emrabat avtosavdoga kelaverasiz. Nechik mashina kerak bo'lsa bor. Barter xizmatlarimiz yetmaganna 5-6 kun qarash xizmatlarimiz bor. Kredit variant ham ishlab beramiz.